Assalomu alaykum hammaga. Bu video full candle, ya'ni attempted full candle bo'ladi. Shunga bag'ishlanadi. Mana bizda attempted full, ya'ni hozir men sizga tushuntirib beraman qonun qoidasini. Bizda mana bu qizil sham full candle. Ya'ni buni qoidasi o'zidan oldingi shamni soyasini soya bilan yechadi va o'zi mana bu tanasini ichida qolib ketishi kerak. Mana bu holatda. Ya'ni shu yaxshi full candle va zonasini shu sotib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda. Hop, davom etib ketaversak. Mana bizda yana full candle. Nimaga full deyapman? Chunki o'zidan olingan yashil shamni soya bilan olganda o'zi yashil sham ichida qolib ketgan. Bu full candle. Ya'ni siz tushuning. Full bo'lgandan keyin qaysidir ma'noda sil ketadi mana shu holatda. Va bizda full bay holatini ko'radigan bo'lsak, mana xo'sh. Men sizlarga bay holatini ko'rsatib beraman. Mana bu bay holati ko'rib turganingizdek har doim ham ishlamaydi, lekin ishlatadigan joylari bor. Mana o'zidan olingan shamni eng pastki soyasini soya bilan oldida o'zi shu sham tanasining ichida qolib ketdi. Mana zona sotdi, mana bunday olamiz. Shu tarzda. Okay. Mana qo'shib olsanglar yaxshiroq. Bizda yana xuddi shu joy, mana. Har doim ham sizlarga men ishlagan joyini ko'rsatib bermayman. Juda keyinchalik o'rganishingiz uchun full, attempted full. Bizda mana nima edi? Bu strong full. Bu ham strong full. Bu full. Mana bu full. Ketaveramiz. Strong full. Va bizda full. Mana. Bizda mana orqama ketan ikkita gap qoldi. Mana full. Salga va full bizda bay bo'lib qoldi. Bu nima degani? Bu haqida ham alohida video qilib beraman. Bu negation deyiladi. Ya'ni inkor qiladi bir-birini. Bitta joyda kelib. Negation. 2x negation. Shu holatda. Bunaqa holatlar juda ham ko'p. Xuddi shu holat menga tushuntirib bera oldim degan umiddaman. Bora-bora mana bunaqa entry qila olasizlar. Mana bu yoqdan qaysidir ma'noda solga, nechtadir errorga va yana qaytishiga mana bu holatda yana bayga mashinaga ishlasanglar bo'ladi. Va bora-bora ishlay olasizlar bemalol.